Assalamu alaykum do'stlar. Men bugun sizlarga Bog'van toshqonlar degan tekstni o'qib beraman. Bog'van toshqonlar. Oq va qora rangli ikki toshqon yaqin do'stlardan ekan. Ular o'rmondagi kichik bir uyda birga yashar ekan. Ular gul çiçeklerini nihoyatda yaxshi ko'rar ekan. U ikkilan gul çiçeklarga qarab huzurlanish va xushbo'y hidini purash uchun har kuni bog'chaga bordi ekan. Ammo u ikkilan uylariga qaytganda uylarining manzarasiga qarab ko'ngli yarim bo'ldi ekan. Chunki ularning uyi atrofida bir tomon gul çiçek va dal-daraxt yo'q ekan. Kunlarning birida qora toshqon oq toshqonga: "Do'stim, sen bugün bog'chaga o'zing yolg'iz borgin. Men sal yurib qoptiman. Bog'cha bek yiroq. Sen bilan birga borolmaydig'idekman", debdi. Oq toshqon uydan chiqibdi-yu, ammo bog'chaga yolg'iz borg'isi kelmabdi. To'satdan uning aqliga bir fikr keldi. U uyga qaytib qora toshqonga: "Meningmi yolg'iz borg'im kelmayapti do'stim. Qarab tur. Pat arada uyimizni bog'chaga aylantiribman. Biz buningdan keyin güzel bog'cha ichida xushal yashaymiz", debdi. U uyidan chilak bilan gurjakni ikilib oldirib chiqib ketibdi. Ondan hovlisining atrofiga kichik o'raklarni qo'yibdi. U çiçeklerini ko'rgan piti bog'cha bir xil maysalarni silib o'tib uyga qaytibdi va gul maysalarni qo'llagan o'roqlarga rangli piti chilak va suv qo'yibdi. Oq toshqon gul maysalarini tikib bo'lib do'sti qora toshqonni chaqiribdi. Qora toshqon uyining atrofiga rangli tikilgan gullarni ko'rib nihoyatda xushal bo'pti va bog'ning hammasiga gul chechaklarga purkinib turish uchun gullarning do'sti oq toshqon bilan birlikda parvish qilishga boshlabdi. Xo'sh,